Voy, asfalt juda xursand bo'ldik, juda xursand bo'ldik. Necha yildan beri kutamiz shuni. Kattakon rahmat. Shu qishni o'tgandan keyin hamma nima sementlar ko'chib, faqat tosh terardik-da, supuramiz, tosh teramiz, supuramiz, tosh teramiz. Chang bo'lib ketardi. Bolalar yursa yiqilardi. Umuman yo'llar yomon edi. Anasim ko'zim yaxshi ko'rmaydi, kechqurun chiqishga qo'rqaman, qoqilib yiqilaman deb. Ana endi qariyalar ham, bolalar ham bemalol yurishadi, rahmat. Xizmatlar endi shuki, doim toza ozoda tutishadi, rahmat ularga. Hech qachon ko'chamizda axlat ko'rmaymiz, doim yig'ishtirib yurishadi, supurib yurishadi, tozalab yurishadi. Было очень, конечно, страшное такое состояние дороги после позапрошлой зимой. Очень сильные морозы были. И дорога, конечно же, испортилась из-за того, что посыпали реагентами. Ну вот, слава богу, сегодня вот сделали нам асфальт. Это очень радостное событие. И вот обещают сделать нам ремонт в подъездах косметический. Наши жители, конечно же, будут поддерживать всеми своими силами нашу компанию. И мы очень рады, что у нас теперь вот асфальт есть, чистая дорога, чистый воздух.